Grechka qo'shilgan kotlet shu darajada shirin bo'lishini bilganimda vohliroq tayyorlayman. Birinchi bo'lib mol go'shtli qiymaga yumshoq bo'lib pishgan grechkalarni qo'shamiz. Piyoz va sabzini sariyog'da qovuramiz va ularni ham qiymaga qo'shamiz. Ko'katlar, tavukkora tuz va qora murch solamiz va 10 daqiqa davomida yaxshilab aralashtirib mushtlab olamiz. 100 gramdan uzamiz va dumaloqlab olib, xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib shakar beramiz. Kotletlarni unga belab olib, o'rtacharoq olovda ikki tomonni qizartirib qovurib olamiz. Shakl berib bo'lingandan so'ng kotletlarni 1 soat davomida xolodilnikda ushlab olinsa, yorilib. Bular bilan juda ham mazali bo'ladigan qayli uchun piyoz, bulg'or qalampir, chesnokni yaxshilab qovurib olamiz. Keyin bo'lsa sifatli, o'zimizda restoranda ishlatadigan totli tomat pastalaridan qo'shamiz. Pomidor, tuz, ziravorlar berib, oldindan qovurib olingan kartoshkalarni qaylaning ustidan qo'shamiz va kotletlarni bir tekis qilib taxlab chiqamiz. Xushbo'y ta'm va mazza uchun sariyog' solib, 40 daqiqaga juda ham past olovda dimlab qo'yamiz. Grechkani yoqtirmaydigan bolalar uchun o'ylaymanki, bu juda ham zo'r layf. Taomimiz yoqqan bo'lsa like qo'yib, albatta tayyorlab berish kerak bo'lgan yaqinlaringizga jo'nating. Yanada ko'proq foydali reseptlar uchun albatta obuna bo'lib qo'ying. Hammangizga katta rahmat.